UFC shousida tarixda ilk bor o'zbekistonlik jangchi Furqatbek Yoqubov va u Qozog'istonning eng iqtidorli jangchilaridan biri Alibek Idrisga qarshi jang qiladi. Janoblar, yarim o'rta vazn toifasidagi birinchi raund yakunlandi va sariqlar 3-1 hisobida oldinda. Shuning uchun biz navbatdagi juftlikni yengil vaznlarni tanlaymiz. Men bu yigitni juda qadrlayman. U mening sevimli Alibek. Uning raqibi esa kuchli, bu jahon chempioni Furqatbek. Yaqinroq turinglar. Menimcha Furqatbek va Alibek birinchi raunddagi eng teng juftlik. Ha, to'g'ridan-to'g'ri ko'zga qarang. Lekin ustunlik biz tomonda, chunki Alibek Qozog'istondan jang qilmoqda va u o'z yurtining eng yaxshilaridan biri. Hozircha uni hech kim tanimaydi, ammo bu tez orada o'zgaradi. U iqtidorli. Olg'abek yonda va bizni qiziqarli jang kutmoqda. U tik turgan holatda o'tadi. Axir bizning Furqatbek kickboksing bo'yicha jahon chempioni. 3 karra. Olg'a Alibek. Xo'p yigitlar, bas qilaylik. Hali vaqti emas, biroz qoldi yigitlar. Oktagonga qozog'istonlik Alibek Idris chiqadi. U seniki Alibek. U kuchli o'zbekistonlik Furqatbek Yoqubovga qarshi turishga harakat qiladi. Boshladik. Kim universal jangchi unvoniga yana bir qadam yaqinlashadi.